Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan bugun oddiy kasrlar mavzusini o'rganamiz. Boshladik. Xo'p, tasavvur qilamiz. Bizga bitta to'rt berilgan bo'lsin. Uni men 4 ta teng qismga bo'ldim va bitta qismini ajratib oldim. Mana bitta bo'yalgan sohani ajratib oldim. Mana shu qism nima deyiladi? Bitta 4 ni 4 ga bo'ldim. Ya'ni 4 tadan bittasini olyapman. U quyida ko'rinishda yoziladi. 4 dan 1 deb o'g'iladi. Yoki 1 taqsim 4. Ya'ni bitta 4 ni taqsimladim 4 ga. Demak, kasrlarni ikki xil o'qishimiz mumkin ekan. 4 dan 1 deb yoki 1 taqsim 4 deb. Kasrning ma'nosi nima bo'lyapti? Butunning bir qismi. Demak, kasr nima degan savolga butunning bir qismi deb javob beramiz ekan. Xo'p, agar men mana shu 4 ni 8 taga bo'lganimda nima bo'lar edi? 8 taga bo'lsam, 8 tadan 2 qismini olgan bo'laman. Endi qarayman, 8 tadan 2 ta bilan 4 tadan bitta tengmikan? Teng ekan 4 tadan bittaga. Men xulosa qilaman shu joyida kasrning surat va mahrajini bir xil songa ko'paytirsam bo'ladi ekan. Suratni ham 2 ga ko'paytirdim, mahrajni ham 2 ga ko'paytirdim. Natijada 2 taqsim 8 paydo bo'ldi. Yoki buni qisqartirishim ham mumkin ekan. Ya'ni kasrning surat va mahrajini bir xil songa bo'lsam ham bo'ladi ekan. 1 taqsim 4 qoladi. Suratni ham mahrajni ham 2 ga bo'lsam 1 taqsim 4 bunga kelib qoladi. Bu kasrning bitta xossasi bo'ldi. Endi umumiy holat qanday yoziladi? A bo'lingan B. Ya'ni bitta 4 ni 4 ga bo'ldim. Teng A taqsim B ko'rinishida yoziladi. Bu yerda yuqoridagi qism surat deb o'qiladi, pastdagi qism mahraj deyiladi. Xo'p, endi kasrlar 3 bo'ladi. To'g'ri kasr, noto'g'ri kasr va aralash kasrlar yoki aralash sonlar ham deyiladi. Xo'p, to'g'ri kasrlar nima degani? Surati mahrajidan kichkina bo'lishi kerak. Masalan, 2 taqsim 3, 4 taqsim 7, 10 taqsim 19. Bular to'g'ri kasr deyiladi. Surati mahrajidan kichik doim. Xo'p, noto'g'ri kasrlarga o'tdik. Noto'g'ri kasrlar deb surati mahrajidan katta yoki teng bo'lishi kerak. Masalan, 5 taqsim 3. Bu 5 3 dan katta. 7 taqsim 2 mahrajdan katta bo'lib qolyapti. 15 taqsim 11. Bular noto'g'ri kasrlarga misollar bo'ldi. Endi aralash son bo'lsa, butun qism ham qo'shilib qoladi aralash sonda. Ya'ni butun qism va kasr qism bo'lgan kasrlar aralash kasrlar deyiladi. Endi bizga misol berilgan bo'lsin. Noto'g'ri kasrni aralash son ko'rinishida yozing deb savol qo'ygan. 12 taqsim 7 qanday qilamiz? 12 ni 7 ga bo'laman. 12 ni 7 ga bo'lsam bitta butun bor, o'shani butun qismga yozaman. 7 ga bo'lganman. Qoliq necha qoladi? 5 qoliq qoladi. O'sha qoliq surat yoziladi 5. 1/7 dan 5 ekan. Endi 15 taqsim 8. 15 ni 8 ga bo'laman. Yana bitta butun bor. 8 dan necha qoliq qoladi 15 ni 8 ga bo'lsam? 7 qoliq qoladi. O'sha qoliq suratga yoziladi. Xo'p, endi teskarisini savol qo'ysin bizga. Aralash sonni noto'g'ri kasr ko'rinishga o'tkaziring deb. Masalan, hop 1 butun, 2 butun deylik, 2 butun 12 dan 3 bo'lsin. Qanday bo'ladi? Noto'g'ri kasrga o'tkazishlik. 12 ni 2 ga ko'paytiraman. Teng. Mahrajda 12 ni o'zi yoziladi. 12 ni 2 ga ko'paytirib qo'shib qo'yaman 3 ga. Suratiga qo'shiladi. Teng. 12 ni 2 ga ko'paytirsam 24, 3 ni qo'shsam 27 taqsim 12 ekan. Xo'p. Yana misol bersin. 3/7 dan 1 bo'lsa, 7 ni 3 ga ko'paytiraman. 7 kere 3 21, qo'shaman 1 ni. Teng 22 taqsim 7 deb javob beraman. Xo'p, keyin bizda kasrlarni taqqoslashlik bor. Agar bizga xo'p 2 taqsim 7 hamda 3 taqsim 7 berilgan bo'lsa, birinchi holat qaysi kasr katta deb savol qo'yadi. Mahrajlari teng bo'lsa agar surat kattasini katta deb javob beraman. 3 taqsim 12, xo'p 5 taqsim 12. Surat kattasi doim katta bo'lib qoladi. Mahrajlar teng bo'lgan holatda. Bu birinchi holat bo'ldi. Ikkinchi holat. Agar suratlari teng bo'lsa nima qilamiz? 3 taqsim 7, 3 taqsim 15 bo'lsin. Qaysi kasrning katta deb savol qo'yapti. Endi men mahrajga qarayman. Agar qaysi birining mahraji kichkina bo'lsa, o'sha kasrim katta bo'ladi. Chunki 3 ta 4 bor, tasavvur qilamiz. 7 bo'lakka bo'lsam kattaroq ulush olamanmi men yoki 3 ta 4 ni 15 ta bo'lakka bo'lsam kattaroq ulush olamanmi? Albatta 3 ta 4 ni 7 ga bo'lsam kattaroq ulush olaman. Shuning uchun 3 taqsim 7, 3 taqsim 15 dan katta deb javob beraman. Suratlar teng bo'lib qolsa, mahrajlarni taqqoslaymiz ekan.
Qaysi bir katta desa, 3 taqsim 12 taqsim 15 katta deyman. Chunki mahraji kichkinaroq bo'lib qoldi. Uchinchi holat. Uchinchi holatda qanday bo'lishligi mumkin? Surat ham, mahraji ham har xil bo'lsin. Masalan, hop 2 taqsim 3 bilan 5 taqsim 7 kelib qoldi. Taqqoslagin deb savol qo'ydi. Men nima qilaman? Ikkalasiga umumiy mahraj topaman. Ya'ni umumiy mahraj keltirishdan o'rganib ketamiz shu joyda. Umumiy mahraj degani eng kichigi, ya'ni umumiy mahraj eng kichigi ikkala sonimning, ya'ni mahrajlarning ekokiga teng bo'ladi. Ekok. 3 bilan 7 ning ekoki o'zaro tub sonlar bo'lganligi uchun ko'paytmasi bo'ladi. 3 kare 7 21. Xo'p. 21 deyman. 21 ni 3 ga bo'laman. 3 ga bo'lsam necha? 7. Demak, buni 7 ga ko'paytirishim kerak. Buni 21 ni 7 ga bo'lsam 3 ga ko'paytirishim kerak ekan. 7 kare 2 21 dan 14 bo'ldi. Birinchisi, ikkinchisi 3 kare 5 21 dan hop 15 ekan. Endi qaysi kasrim katta bo'ldi? 21 dan 15 katta. Shuning uchun 21 dan 15 kattaroq, ya'ni 7 taqsim 3 katta 7 dan 5 kattaroq ekan deb javob beraman. Shu bilan oddiy kasrlar mavzusi tugadi.